insultning davo topishida eng asosiy muhim bo'lgan omillardan bittasi, ya'ni bitta yo'nalishi biz kecha sanab o'tgan edik, to'g'ri ovqatlanish, hijoma qildirish, zulik qildirish, asalariga chartirish degan davom etganda o'sha davolash usullarida ana o'sha aytganlarimizga endi to'xtaymiz. Bu birinchisi, ya'ni to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish deganimizda biz o'sha avvalambor ovqatlanishimiz, mana bularni iste'mol qilishimiz mumkin emas bo'lganlarni bilib olishimiz kerak. Ya'ni mumkin emas, o'shalarni iste'mol qilmaymiz. Bilib oling. Buning birinchisi oq un mahsulotlari. Oq undan tayyorlangan har qanday mahsulotlar, o'sha prayniklar bo'ladimi, vaflimi, somsami, nonmi, patirmi, farqi yo'q. Xamirli ovqatlarning qanaqa ko'rinishidan farqi yo'q. Manti, baraklar yoki besh barmoq deymizmi, hammasi mumkin emas. Iloji boricha maksimal darajada o'shalarni iste'mol qilmang agar sizda yoki yaqinlaringizda insult bo'lsa. Ikkinchisi tuz aralashgan mahsulotlar. Har qanday tuz aralashgan, sho'r demayapman, tuz aralashgan deyapman. Endi ixtiyoringiz, iste'mol qiling, xohlang iste'mol qilmang. Endi bundan keyingisi shakar aralashgan mahsulotlar. Ba'zilar shakar aralashgan desak, shakar iste'mol qilmayman, ya'ni choyga shakar solmayman deb tushunadi. Yo'q, unaqa emas. Uyda yopilgan kompotlar, varenyelar ham, tort, pirojni bularning hammasi o'sha shakar aralashgan mahsulotlarga kiradi. Undan keyingi mol go'shti va charvilari. Eng asosiy o'sha insult bo'lishda sabab bo'ladigan xolesterinni juda ham ko'p. Hammasi xolesterin desa ham bo'ladi, o'sha charvilarni, ichak moylar, buyrak moylar, ayniqsa qishloqdagilar o'shandan somsa qilishni yoki charvi yog'laridan patir qilishni yaxshi ko'rishadi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Kechki ovqatni iste'mol qilishlik ham o'sha insult bo'lgan odamlarda mumkin emas. Hatto sog'lom odamga ham o'sha kechki ovqat, ya'ni ujin qilish mumkin emas. Faqat ertalab va obedda bir kunda 2 mahal ovqat iste'mol qilish kerak. Oxirgisi bu bizning tavsiyamiz xolos. Qilmaslik bu sizning ixtiyoringiz. Zavod, fabrika mahsulotlari, o'sha zavoddan chiqadigan har qanday mahsulotlar mumkin emas. Masalan, oddiygina o'sha kalbasalar yoki gazli ichimliklar haqida gap ketmayapti, yoki o'sha ketchup, mayonezlar emas, shunchaki semichka yog'i yoki paxta yog'idan ovqat qilsangiz ham, ular ham zavod, fabrikadan chiqadi. Shuning uchun ular ham mumkin emas. Mana shu mumkin emaslarni bilib oling. Birinchisi oq un mahsulotlari, tuz aralashgan mahsulotlar, shakar aralashgan mahsulotlar, charvili ovqatlar, kechki ovqat va zavod, fabrika mahsulotlari. Mana shular mumkin emas. Bularni iste'mol qilish yoki qilmaslik sizning ixtiyoringiz. Agar shularni iste'mol qilmasangiz, insult davo topadi.